Assalomu alaykum do'stlar. Bizda 4-savol. Kam harakat kasbidagi yosh ayol bo'yi 1.6, og'irligi 50 kg va shifokor tavsiya qilgan mashqlarni bajarmayapti. Ovqatlanish bo'yicha anamnez kuniga o'rtacha 100 g uglevod, 20 g oqsil va 40 g yog'dan iborat. Xo'sh, qabul qilayotgan taomni bu vaznda ayolning har kunlik taqribiy kunlik energiya sarfini kaloriyasida aniqlang. Kilokaloriyada deyapti-kan. Bizdagi bor ma'lumotlar vazni 50 kg, bo'yi 160 cm, ya'ni 1.6 metr va yoshi taqriban, chunki o'rta yoshli, ya'ni yosh ayol deyilyapti. 25 yosh deb oldik va ratsion miqdori 100 g uglevod, 40 g yog' va 20 g oqsildan iborat ekan va kam harakat kasbida ishlaydigan bir ayol ekan. Bizda asosiy metabolizmni topish formulasi bor do'stlar. Bu mana bu yerda keltirilgan. Ayollar uchun normada 655 hisoblanadi. Mana bu 9.53 ham nima deydi o'zi norma. Mana bu keling do'stlar, yaxshi yoza qilamiz. 655 qo'shamiz, qavusni ochamiz. 9.563. Xo'sh, buni ko'paytiramiz. Mana shu qaysi bemor bo'lishidan qat'iy nazar uning og'irligi, ya'ni vazniga qavus topib qo'shamiz. Endi 1.85 ni ko'paytiramiz bo'yining santimetriga. Metr emas, santimetr birligi bo'lishi kerak va chiqqan sonlardan ayirib olamiz ekan. 4.676 ko'paytirilgan. Mana bu yerda ayolning yoshi bo'lishi kerak. Shunda necha chiqishini, bu necha chiqsa, shu kilokaloriyada chiqadi javob. Bu asosiy metabolizm hisoblanadi. Xo'sh, bizda vazn 50 kg deyapti do'stlar va bo'yini 160 cm, chunki 1.6 metr emas, bilamiz. 160 cm ga teng va bu yerda yosh ayol deganligi uchun ham biz buni 25 raqamini qo'yib oldik va shunda bu ayolda 1312.35 kilokaloriya chiqyapti do'stlar. Endi bizda taqqoslash xulosasi o'zi taqribiy energiya sarfi 1575 kilokaloriya hisoblanadi. Bu normada. Ammo lekin ayol qabul qiladigan kilokaloriyalar miqdori 840 kilokaloriyani tashkil etyapti. Xulosa qilib aytganimizda, bu ayolda ratsiondagi energiya sarfi juda ham kam. Bu kunlik energiya miqdoriga hatto yeta olmasligi mumkin ekan. Bizda 1312 chiqdi, ammo lekin 1575 kilokaloriyada bo'lishi kerak edi.